Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizni taniganlarga qaranglar. O'zim blogerman 8 yillik. To'g'ri, qanchadir g'ishni bonus qilib berdilar, lekin g'ishimiz haqiqatda sifatli. Qaranglar. Ovozlarni, undan tashqari ishonmaganlar uyimizga kelib bemalol ko'rib, g'ishni sifatini, urilgandan keyin sho'rladimi yo'qmi deganlarga eshigimiz ochiq, bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa g'ishimizni ham razmeri atrofdan ko'ra jijik kattaroq ekan, keyin kamroq ketadi. Sifati ham zo'r. Endi hozir siz o'zingiz atrofingizdan olaman desangiz 1200 so'm, 1250 so'mgacha qimmatroq olasiz. Endi zavoddan o'zini oladigan bo'lsangiz 780 so'm texnikangizni olib kirsalar yuklab beringlar. Yo'q, menga olib kelib bering deydigan bo'lsalar, joylaringdan kelib chiqib yaqinda Qumtepaga olib kelindi. Xo'p, 950 so'mdan chiroyli holatda 5000 ta o'zim boy dadamga ham tushib berildi. Agar yaxshi bo'lmaganda qarindoshlarga ham tavsiya qilinmasdi. Xudo xolasa g'ishimizga gap yo'q. Bemalol oladigan bo'lsangiz, qanaqa qurilishingiz bo'ladigan bo'lsa ham xijolat qilib qo'ymaydi. Kichikroq qurilish bo'ladimi, kattaroqmi, dom qurasizmi, boshqami, bemalol olib foydalansalar ham bo'ladi. Bir umr yashaydigan xonadonlaringga pishig'ishdan foydalansalar, keyinchalik yana bu g'ishimizni foydalanaman deb yana qurilishni yangilasalar, bemalol butun holatda chiqaveradi. Telefon qilsalar mana hozir kech payt bo'lishiga qaramasdan g'ishlarni ham olib kelib berishdi. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar obunachilar. Mana bugun g'ishlarimizni Marg'ilon shahariga olib kelib berdik. Kimga Marg'ilon shahar atrofidan g'isht kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 10 mingtalik, 5 mingtalik, 3 mingtalik, 4 mingtalik, 5 mingta, 6 mingtagacha mana 10 mingtalik mashinalar bor. Bemalol yetkazib beraveramiz. Mana g'ishlarning holatini ko'rib turibsizlar, o'ta a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa, Marg'ilon atrofidan bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xuddi shu razmerda pishgan shu xomg'ishlarimiz ham bor. Va holatlarni ko'rib turibsizlar. Marg'ilon shaharda Ravshan TV blogerga olib beryapmiz. Mana kech bo'lishiga qaramay holatlarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa g'ishimizda hech qanday muammosi bo'lmaydi. 10%, 20% sho'r chiqishi mumkin deb xudo xolasa aytilyapti, lekin xudo xolasa Ravshanbek aytishi bo'yicha xudo xolasa sho'r chiqqani yo'q deb aytayapti. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. G'ishlarimizning holati mana juda a'lo darajada holatlarni ko'rishlari mumkin. 3 mingtalik, 4 mingtalik, 5 mingta, 6 mingta, 10 mingtalik mashinalar bor. Yetkazib beramiz.